Qrim xabar agentligining Qrim soati programmasida 25 aprel soat 22 da Sharqi Turkiston haqida suhbat o'tkazildi. Mazkur agentligining turkcha bo'limining boshlig'i Aydin Tosh riyosatchilik qilgan programmaga professor Abdurashid Jalal Qarloq va professor Ali Mardxon Dundor qatnashdi. Programmada Xitoyning Sharqi Turkistondagi sistemlik bostirishlari va Uyg'urlarga qilingan zulmlari atrofli tunishtirildi. Yana bir tarafdan Sharqi Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyatullo O'g'izxon Yangi Aki televiziyasining naq maydon programmasida qatnashdi. U Sharqi Turkistonning dunyo tarafidan unutilganligini ta'kidlab, u yerdagi ahvolni tunishtirdi. Xitoy davlat raisi Shi Jinpingning Xitoy tushi borligi haqida to'xtalgan Hidoyatullo O'g'izxon Xitoyning 2050-yili butun dunyoga hokim bo'lish nishoni borligini bildirib, ular shundoq tush ko'ryapti dedi. 22 aprel Yaponiyadan Erkin Osiyo radiosiga ma'lumot bergan Dilnora xonim o'zining G'uljidagi tuqqanlarining 23 yoshli o'g'li Subat Abduvalining yaqinda tutqun qilinib G'ulji shahridagi bo'z turmasiga qamalganligini bildirdi. Subat Abduvalining 2014-yildan beri Turkiyaga tijorat uchun kelib ketganligi, oxirgi qatam 2017-yili 10 aprel Xitoy tarafidan tunji turkumdagi xohlagancha tutqun qilish doirasida chet elga bog'langan unsurlarda tutqun qilinib, G'ulji moliya maktabidan o'zgartirilgan yig'ilish lagerida 6 oy yotganligi o'tirg'i chiqdi. Onun qo'yib berilib qisqa bir mezgildan keyin 2017-yili 24-noyabr burun diniy ilm o'rganganligi bahonasi bilan qo'lga ilinib G'uljidagi bo'z turmasida 1,5 yil yotgandan keyin 2019-yili 30 aprel qo'yib berilganligi bildirildi. Uyg'urlarning do'sti ilahiyatchi Ömer Döngeloğlu'nun Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi bildirildi. Turkiya Kanal 7 ekranlaridagi programmalari va Ramazonlarda qilgan duolari bilan tanilgan ilahiyatchi Döngeloğlu Xitoy virusi bilan yuqumlandi. U 21 aprel o'zining ommaviy taratqusida e'lon qilgan uchurida o'zining YouTube kanalida Ramazon bo'yicha iftor suhbati qilganligini bildirgan edi. Lekin uning Xitoy virusi bilan yuqumlanib Istanbul Boshaq shahrida bir doktorxonada davolanayotganligi bildirildi. Döngeloğlu ko'p qatam Uyg'urlarning faoliyatlariga qatnashgan, faoliyatlarda va televiziya programmalarida Sharqi Turkistonga Xitoy zulmining oxirlashishi uchun qilgan duolari bilan Uyg'urlarda cho'nqur ta'sirot qoldirgan edi. Hurmatli Döngeloğluga Allohdan shifolik tilaymiz. Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi Lindsey Graham yangi tipdagi Xitoy virusi o'tirg'i chiqqan Xubey o'lkasi Wuhan shahridagi tajribaxonalarda tekshirishning boshlanishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Amerikada Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi Lindsey Graham Fox xabarida Xitoy Amerikada Wuhan virusi sababidan hayotidan ayrilgan kam deganda 52 ming odamga va ishsiz qolgan 26 million kishiga mas'ul bo'lish kerak dedi. Xitoyda kishilarning e'tiqodiy yoki diniy sababidan turmaga solanganligi tarixda dunyoga bundoq ziyonlarni elib kelgan boshqa davlat yo'qligini ta'kidlagan Graham Xitoyning Xubey o'lkasi Wuhan shahridagi tajribaxonalarni tekshirishda tekshiruvchilar bilan hamkorlashishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Federatsiya qonuni imzolab, Rossiyaning davlat tavalligiga o'tishni oddiylashtirdi. Xabarga asoslanganda, bu yangi qonun Rossiyada mangu yashaydigan chet elliklar va davlat tavalligi yo'q kishilarga qaratilgan. Hozir boshqa bir davlatning fuqaroligidan voz kechish majburiyati amaldan qoldirildi. Shundaqla Sovet ittifoqida tug'ilgan va ilgirki jumhuriyatlarda yashaydigan, ammo fuqarolik salohiyatiga erisholmagan kishilarga nisbatan qonunliq kirim manbasini iltimos qilish va tasdiqlashdan ilgari Rossiyada 3 yil majburiy turish sharti bekor qilindi.